Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar. Travertinimiz xudo xolasa mana ozgina qoldi. Lekin ham xudo xolasa tugab qoldi, lekin mana ko'rishlar mumkin. Tiyagalarimiz shu gipsdan edi, o'sha ilgari yopishtirgan ekan tiyagalarimiz. Yangi ekan bu lekinimiz. Ko'rishlar mumkin mana. Lekin bo'ldi tomonlar xudo xolasa. Fakturalarni ham ko'rib ko'rasizlar mana, behijolat. Buni travertinda mana shu ko'pchilik qiladi, mana shu travertimiz mana shu fakturalari ko'p bo'ladi. O'shanda lekinimiz unchalik yaltiramaydi. Yangi ish qiladigan, yangi ustalarga aytib ketamiz. Qolgan ustalar o'zi biladi, bizdan ham spesu. Mana bu tekis joyga keladigan bo'lsa, mana tekis joyi shu mana shu joylari yaltiraydi quyoshda. Ko'rishlar mumkin, mana shu joylar yaltiraydi quyoshda. Buni mana bunaqa teshik joylar bo'ladigan bo'lsa, teshik joylari unchalik effekt bermaydi. Ko'rishlar mumkin mana. Buni ko'pchilik aytishi mumkin, nimaga bunaqa yaltiramayapti deyishi mumkin. Bu betida o'sha atachentoga lakt qo'shganmiz. 50-50, 5 kilo atachentoga 5 kilo lakt, 6 litr suv. Bemalol qilsam bo'laveradi. Yana bitta sizlarga live hackni nima deydi? Valayda sutagandan keyin orqasidan bitta quruq valayda yengil ish qilib qo'yasizlar. O'shanda izi chiqmaydi, xudo xolasa. Mana ko'rishlar mumkin. Bundan nimasi yo'q. Izi yo'q.